har qanday nufuzli musobaqaning muvaffaqiyati va adolat mezoni shubhasiz gilamdagi hakamlarning professionalizmi bilan belgilanadi. Xalqaro kurash instituti endilikda kurash hakamlari uchun maxsus mahorat kurslarini tizimli ravishda tashkil etadi. Joriy yilning 12-25 iyun kunlari kurash vatanining yuragida dastlabki 2 haftalik gibrid kurs Osiyo va Yevropa qit'alarining eng faol hakamlarini birlashtiradi. Ishtirokchilar tajribali ekspertlar boshchiligida yagona hakamlik qoidalari va baholash mezonlarini o'rganadilar. Bir haftalik masofaviy nazariya va bir haftalik jonli amaliyot. Kurs hamkorlari O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi, Osiyo kurash konfederatsiyasi, Yevropa kurash ittifoqi hamda O'zbekiston kurash federatsiyasi. Kurashning porloq kelajagini birgalikda yaratamiz.